Bilamizki, san'at, estetika, tarbiya, ma'naviyat, adabiyot, tabiat, musiqa barcha fanlar bilan bog'liq. Sizningcha san'at o'zi nima? Butun dunyoda tasviriy san'atda plastik art deyishadi. Ya'ni shakl san'at. Bu birga bir nimani ko'chirish, borliqqa to'g'ridan to'g'ri ko'chirish, izobrazat qilish, tasvirlash san'ati emas. O'sha tabiatda bor go'zal shakllar munosabatini, chizgilar munosabatini, ularni tiyada yotgan o'ziga xos bir go'zallik falsafasini ifoda etish san'ati. Shuning uchun bu endi ruslarga kelsak, ularda o'sha 19-asrda joriy etilgan bo'lsa, ushbu termin o'sha paytga kelib tasviriy san'at nafaqat ruslarda, dunyo tasviriy san'atida bir o'ziga xos inqiroz ro'y beradi. Tasvirlash yakkayu yagona vazifa sifatida qabul qilinadi. Mana sekin-sekin foto san'ati paydo bo'lgan paytda tasviriy san'at fotoni ham rolini bajargan. Aynan tasvirlash. Eng qizig'i bu aynan birga bir qilib tasvirlash, shu xullarcha tasvirlash, bu tasviriy san'at tabiati bu narsani qoralaydi. Shuning uchun shakl o'yini, shakllar munosabati, chizgilar garmoniyasi va shunga o'xshagan terminlar. Afsuski hali o'zbekcha o'sha plastik art degan nimani yuritilmagan bu termin o'zimizda. Shuning uchun tasviriy san'atni yuritishadi. Xullas, san'atda mushtaraklik bor. Barcha san'at turlari umumiy g'oyaga xizmat qilishadi. Go'zallikka, insoniylikka tafakkurni boyitadi. Insonni ba'zi bir holatda junbushga keltirib, o'sha qadimiy tragediyalarni qarang, o'sha katta mavzularni olg'a suradiki, men nazarimda sanatsiz yashashlik bu vahshiylik. Bu faqat nafs bilan yashash. Kunim o'tdi, shunga shukur qilaman, boshqa hech nima kerak emas deyishlik juda ham noto'g'ri. Shu jumladan musiqa ham. Musiqani o'rni juda ham katta. Musiqa ham go'zallikka nima qiladi, ezgulikka chaqiradi. Endi 19-asr oxiriga kelib, shu naturalistik borliqni ifoda etish inqiroz bilan yakunlandi va inqilob ro'yobga chiqdi. O'sha buyuk fransuz rassomlari, rus rassomlari, mana deylik, fransuz rassomlari Pablo Picasso, Henri Matisse, Malevich ruslardan, abstraksiya san'atning otasi Kandinsky, bular hammasi o'sha asosiy vazifasi tasviriy san'atda haqiqiy tabiatni qaytarib berish. Asrlar davomida etgan tabiatni tam o'sha murakkablashtirib, har bittasi o'zini yo'nalishi orqali shu tasviriy san'atda tiriltirish bilan band bo'ldiki, biz hozir 21-asr rassomlari o'shalarni nimasidan kelib chiqib, ruhiyatdan kelib chiqib, qo'ldan kelgancha ijod qilamiz. Tasviriy san'at bundan keyin qay tarzda rivojlanadi, uni Xudo biladi. Hozircha shu 20-asr boshidagi inqilobiy o'zgarishlar dasturi amal bo'lib turibdi.